Assalomu alaykum hammaga. Kamina Kamtarin Isomiddin sizlarga hozir Samarqand China Motorsdan to'g'ridan-to'g'ri jonli, haqiqiy obzorni sizlarga qilib berishga harakat qilaman. Ya'ni orqamda turgan Jack X200, ya'ni furgon varianti bo'ladi. Bu mashinamizni hozir sizlarga qisqacha va to'liq ma'lumotini berishga harakat qilaman. Agarda to'liqroq siz tushunmay qolgan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirilgan bo'ladi. O'sha raqamlarga telefon qilib bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olsangiz bo'ladi. 24 ga yetib telefon qilsangiz bo'ladi. O'zimiz yo qaytib chiqamiz yoki ko'tarib siz xohlagan, siz istagan grafikmi, farqi yo'q. Qanaqa ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, hamma ma'lumotni berib o'tamiz. Endi Jack X200 ga keladigan bo'lsak, oldi balon qismidan boshlaymiz. Oldi balon qismi 15-razmerda bo'ladi va balon qismiga kelganimizdan keyin bu oldida ko'pchilik resor deb o'ylashi mumkin. Yo'q, bu mashinamizda resor yo'q, ya'ni amortizator bor. Amortizator bilan o'rnatilgan, shuni hisobiga yumshoqroq bo'ladi. Endi bu mashinamizni furgon, ya'ni orqa tomoni bort qismiga keladigan bo'lsak, furgonimizning uzunlik razmerlari 310 sm ga 175 bo'ladi. Ya'ni balandligi ham 175 sm bo'ladi. Agar akalar sizlar so'rashinglar mumkin, bu mashinamizga qancha kubatura, masalan, endi bunga kubga hisoblanadi-yu, yuk ko'tarishi 2 tonna, 2,5 tonna, redga 3 tonna ham ortsangiz bo'ladi. Bemalol mashina sizni hech qachon uyaltirib qo'ymaydi. Kubga hisoblaydigan bo'lsak, 10 kuba, ya'ni haqiqiy kitobda yozilgani bo'yicha 908 kuba yukni o'zini bag'riga bemalol sig'dira oladi. Endi bu mashinamizni tashqi ko'rinishi, razmerlarini o'zim bilgan ma'lumotlar bilan sizlarga ma'lumot berdim. Endi bu mashinamizni orqa balon qismiga keladigan bo'lsak, orqa balon qismi 13-razmerda bo'ladi. 13-razmerda bo'lib ham qo'sh balon hisoblanadi. Bu mashinamizning orqasi resor. Ya'ni resor bo'lganda ham qalin resorlar o'rnatilgan. Bir tomonda 6 ta resor, ikkinchi tomonda 6 ta resor. Bu mashinamizning jami 12 ta resor o'rnatilgan. Bu mashinamizning orqa baloni qo'sh balon hisoblanadi. Bemalol aka 2,5 tonna, 3 tonnagacha bo'lgan yukingizni o'zini manziliga xavfsiz va sifatli holatda yetkazib berishiga biz kafolat beramiz. Xudo xolasa, mashinamiz sizlarni uyaltirib qo'ymaydi degan umiddaman. Endi bu mashinamizni yuk bort qismini ichki tarafiga qaraydigan bo'lsak, mana ochiladi. Tagini ko'rishinglar mumkin. Mana oddiy listlari ham juda ham bir baquvvat list qo'yilgan, alohida list qo'yilgan. Buni tagida o'zining temiri bor. Temir ustidan yana bitta list qotirilib, o'ziga xos va bejirim chiroyli qilib ishlangan. Juda ham mustahkam. Keyin men buni o'zidan ham qarasanglar bo'ladi. 5 sm dan qalin. Bu masalan yuki qanaqa deb sizlar material qanaqa deb so'rasiz. O'sha joydan kesib tashlaymiz, ha? 1 2 3 ketdik. Ketdikmi? Bu Jack X200'imizga qanaqa materialdan qilingan furgoni deb so'rasanglar, bu alikafon hisoblanadi. Bemalol mazza qilib haydasanglar bo'ladi. O'zingizlarni yukinglarni xavfsiz qilib olib ketadi. Endi ichiga kiradigan bo'lsak, meni bo'yim 173 mi shunaqa, bu balandligi 175 boya aytganimdek. Unaqa 180 ham chiqmaydi. 175 hisoblanadi. Bu mashinamizda furgoni ham bu yon tarafdan ham ochiladi. Buni ham hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Endi men professional obzorchi emasman, yana ko'rib ma'lumot bera olmayapsan, ketma-ketligi yaxshi emas deb aytishingiz mumkin, lekin qo'limdan kelgancha o'zim bilgan ma'lumotlar bilan sizlarni xursand qilishga harakat qilaman. Mana bu tomondan ham eshiklari ochiladi, ko'rishingiz mumkin. Endi bu mashinamizni sekin-sekin balonlarini aytdim, razmerlarini aytdim, ichki furgonning ichidagi holatini sizlarga ko'rsatib o'tdim. Endi bu mashinamizni bak qismiga keladigan bo'lsak, bak qismi ham 65 litrlik bak bilan jihozlangan. Ya'ni bemalol 65 ta solib 550-600 km yursangiz bo'ladi. Endi azizlar, bu mashinamizni ichki qismiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bizni nimalar kutib oladi? Haydovchilarga qanaqa qulayliklar bor degan savolga hozir biz sizlar bilan javob topamiz. Ruliga keladigan bo'lsak, ruli elektronli gidravlika. Elektronli emas, gidravlikani o'zi mana bemalol o'zini holatida bitta qo'l bilan xohlasangiz barmoq bilan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Rullari ham juda ham chotki, juda ham yumshoq va mягкий. Mashina ham 2 tonna, 2,5 tonna yuk bilan unaqa bunaqa o'ynab yoki yo'lda o'zini hunarini ko'rsatmaydi. Sababiki
orqasi resor, oldi amortizator hisoblangani uchun. Agar oldi ham resor bo'lganda, xuddi siz o'ylagandaqa o'ynab ketgan bo'lardi. Albatta, ichki salonda yana bizni nimalar kutib oladi? Magnitofon bor albatta. Bunga bemalol fleshga qo'yib, o'zingizni yoqtirgan taronalaringizni, ya'ni treklaringizni tinglab ketsangiz bo'ladi. Konditsioner, pechka haydovchilar uchun hamma qulaylik bu mashinada mujassam bo'lgan azizlar. Mashinani va bardachoklarini ham ko'rishingiz mumkin. Hamma joyi, materiallari ham juda ham sifatli va juda ham ko'pga boradigan qilib ishlangan. Oddiy mana elementar narsalarga e'tibor qilingan. Bunga qarashingiz mumkin. Haydovchi bo'lsangiz ham, yuk tashib yuradigan odamlar uchun ham o'zlarini ochkilarini solib qo'yadigan joylari qilingan. Mana bu oynalarni ko'rishingiz mumkin, o'zi o'chib yonishi va shu juda ham chiroyli qilib ishlangan mana. Hattoki bu joylarda o'tirgan yo'lovchi uchun ham o'zini ko'rib ketish uchun oynalar qo'yib tashkil qilib qo'yilgan. Endi bu tomonida yo'q ekan, chunki bu haydovchimiz bundan foydalanadi. Endi mashinamizni ichki salonini, ya'ni passajirlar o'tiradigan joyini ko'rsatib o'tdim. Endi motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismi haqida sizlarga qisqacha va to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Meni fikrimcha ham bu mashinamizni motorlarini siz videolarda hamma joyda ko'rib xabaringiz bor deb o'ylayman. Bu mashinamizga 2 lik atmosferniy motor o'rnatilgan bo'lib, ya'ni 147 ta ot kuchi bor. Bu mashinamizning motori yaponskiy Greenjet kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan motor hisoblanadi. Bu mashinamizda 147 ta ot kuchi bor. Bemalol o'zini gavdasiga nisbatan ot kuchi ko'pligidan ham mashinani qanchalik yaxshiligini bilib olsangiz bo'ladi. Bu mashinamizning motori hisoblanadi, ya'ni yo'lovchilar o'tiradigan joyda tagida joylashgan bo'ladi. Keyin ma'lumot o'rnida yana bitta ma'lumotni berib o'taman. Ko'pchilik aytmaydi uni, klientga sotadigan payt aytadi. Bu mashinamizga xavfsizlikni o'ylagan holatda, ya'ni 110 dan oshmaydi. Sababi ограничение qo'yilgan. Chunki o'zini gavdasiga nisbatan motorini kattaligi ot kuchi ko'pligi hisobiga 110 ga ограничение qo'yib qo'yilgan. Endi shaffoflik va to'g'rilik haqida gapiradigan bo'lsam, borini aytib ketganim yaxshi. Ertaga qanaqadir malomatga qolishni xohlamayman azizlar. Xullas mana skorlarga ham keladigan bo'lsak, обычный 5 talik nima? Oldindan mashina haydab yurgan odamlar bemalol mazza qilib mashinamizni haydasa bo'ladi. Xullas mana ichki saloni, motorlari haqida ma'lumot berib o'tdik azizlar sizlarga. Endi bu mashinamizni yanada to'liqroq, yanada batafsilroq, agarda men bermagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin, yoki kredit yoki rassrochkalari haqida so'raydigan bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, Jack X2 furgonimizning narxi 258 million 720 ming so'm bo'lib turibdi. Hali ham o'sha skidkadan beri o'sha narxda qolib turibdi. Hozircha yana bilmayman qachon bu narxni o'zgartiradi yoki-da eski narxiga qaytarib qo'yadi, xabarim yo'q, lekin hozirgi narxi 258 million 720 ming. Bu mashinamizga boshlang'ich o'zini tan narxidan 30% ni to'lab, через bank avtokredit qilib olsangiz ham bo'ladi, yoki-da rassrochka bilan ham olsangiz bo'ladi. Agarda bular haqida, grafika haqida ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'lanib, bemalol menejerlarimizdan grafik so'rashingiz mumkin. Hammaga rahmat, sizlar bilan Isomiddin